qani dastur? Sen nima o'rgatmoqchisan deyilgan. Men o'tirib dastur yozib chiqqanman, o'quv qo'llanma yozib chiqqanman. Bu dastur, bu o'quv qo'llanma meni 15 yillik tajribam. 15 yillik tajribam shuki, men O'zbekistonda kosmetologiya bo'yicha o'qimaganman. Men har doim boshqa davlatda malaka oshirganman. Kosmetolog sifatida har oy boshqa davlatga borib o'qib chiqqanman. Boshqa davlatga aylanib kelish boshqa, boshqa davlatda malaka oshirish boshqa. Международный kongresslarning har bittasiga qatnashib chiqqanman. Leksiyalariga kirganman va o'sha meni 15 yillik tajribam. Qaysi preparat yaxshi, qaysi muammoga qanaqa yondoshish kerak? Buni hammasi bir oylik kosmetologiya kursimda bor. Meni bir oylik kosmetologiya kursimda o'qib, bir oylik daromadi 5 mingdan 10 ming dollargacha chiqqan o'quvchilarim bor. Bular ham xuddi shunaqa bo'ladi. 15 yillik tajribamni sizga bir oy davomida bera olmayman. Bu qiyin. Lekin 15 yillik tajribamdan o'tgan yaxshi protseduralarni bir oy ichida sizga to'liq o'zlashtirish imkoniyati bor. 55-potok uchun kosmetologiya kursiga qabul boshlandi. Pastdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. 15 yillik tajribani sizga ulashaman.